Avtomobil yo'llarida xavfsiz harakatni tashkil etishda yo'lning holati, yo'l chiziqlari, tartibga soluvchi va yo'l belgilarining roli katta ahamiyatga ega. Ayniqsa shahar markaziy ko'chalarida ko'p sonli aholiga xavfsiz va qulay bo'lishi zarur. Bu boradagi chora-tadbirlarni bajarish, mutasaddilarning mas'uliyatini yanada oshirish borasida bir qancha qarorlar ham mavjud. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Berdiqulovichning viloyatdagi matbuot kotiblar, ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvida biz tomonimizdan Termiz shahri, Ibn Sino hamda Baxt ko'chalarini tutashtiruvchi mana bu chorrahada necha yillardan buyon tartibga olinmaganligi, svetoforning mavjud bo'lmaganligi sababli bir qancha yo'l transport hodisalarini yuzaga kelayotganligi va aholining muntazam murojaatlariga sabab bo'layotganligi haqida taklif berilgan edi. Shundan so'ng viloyat hokimining tashabbusi bilan bugun aynan ushbu chorrahada svetofor o'rnatilib, yo'l chiziqlari, yo'l belgilari orqali chorraha tartibga olindi. Shaharning Ibn Sino va Baxt ko'chalari kesishgan chorrahada 2 kun davom etgan harakatni tashkil etishda tartibga solinmagan chorrahada yangitdan barpo etish, ta'mirlash ishlari olib borildi. Ushbu mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'lini tartibga solish maqsadida biz jami 12 dona svetofor qurilmasi va 15 dona yo'l belgilarini o'rnatdik. Bundan tashqari ushbu chorrahada o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish maqsadida avtomobil yo'lida alohida ajratuvchi tasmalar va yo'l yotiq chiziqlar, piyodalar o'tish joylari chizildi va shu bilan bir qatorda ushbu svetofor qurilmamiz har bir yo'nalish uchun alohida o'tkazuvchan bo'lib, ya'ni parallel harakatlanish amalga oshirilmaydi. Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi maxsus ekspluatatsiya montaj bo'limi tomonidan Termiz shahri Termiziy ko'chasidagi chorrahada ham qayta ta'mirlash ishlari olib borilib, ushbu joydagi svetofor, yo'l belgilar harakat ishtirokchilariga tushunarli va qulay etib o'rnatildi. Chorrahada harakatni tashkil etishdagi kamchiliklar bartaraf etilib, piyodalar o'tish joylari, tasmalar, bo'laklar bo'yicha ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishlari chiziqlari chizildi. Ushbu hudud to'liq ko'rikdan o'tkazilib, harakat ishtirokchilarini chalg'ituvchi, takrorlanuvchi va belgilangan standart talablari doirasida o'rnatilmagan ortiqcha yo'l belgilari olindi. Chorraha ichida to'xtashni taqiqlovchi yo'l belgilari yo'l chiziqlari bilan jihozlandi.